Hammaga salom do'stlar. Bugun biz O'rgimchak odam yangi kun filmining treylerini tahlil qilamiz. Aslida bu treyler avval sifatsiz holatda tarqalib ketgandi, ammo bu haqida gaplashmagan ma'qul. Treyler boshida bizga Skorpion yoki o'zbekchada Chayon personaji ko'rsatilgan. Bu personaj bizga 10 yil avval O'rgimchak odamning birinchi qismida ko'rsatilgandi va muxlislar uning qaytishini naqd 10 yil kutishdi. Komikslarda Chayon juda muhim personaj. Ishonchim komil, u kino olamida hali uzoq qoladi. Totally out of control. Ha, balki uzoq qolmas. Bunaqa narsadan omon chiqish ehtimoli kam. O'rgimchak odam nima uchun bunaqa shafqatsiz harakat qilganini menimcha hamma tushunib turibdi. Peterning mutatsiyasi uni haqiqiy o'rgimchakka aylantiryapti. Sezgan bo'lsangiz, Peter Chayonning yoniga kelishidan oldin ko'cha chiroqlarini sindirib, mashina ustiga yiqildi. Voy, belim. Bunaqa besunaqaylikka sabab uning yangi kuchiga moslasha olmayotgani. Buni avvalgi teaserda ham sezgandik. Hozir esa shuni bildikki, Chayon bilan jang filmning o'rtalarida bo'lib o'tadi. Chunki Peterning mutatsiyasi allaqachon boshlangan. U o'zini boshqara olmay qolyapti va shuning uchun Chayonga qo'shib mashinadagi politsiyachilarga ham parvoz hissini tuyishlariga yordamlashgan. Shu joyda tasavvur qildim, mashinadagi politsiyachi Maylsning otasi bo'lib chiqsa qalay bo'lardi? U Nyu-Yorkda politsiyachi bo'lib ishlaydi-ku. Katta ehtimol bilan Chayonning o'limi va mashinadagi politsiyachilarning jiddiy shikastlanishidan keyin O'rgimchak odam xavfli jinoyatchi deb e'lon qilinadi. Shu sababli O'rgimchak odam MJning yoniga kelganida MJ ozgina qo'rqib ketgan. O'rgimchak odamning dushmanlari MJni topa olmasligi uchun Peter yashirib qo'ymoqchi va bu masalada u Frank Castle, ya'ni jazolovchidan yordam oladi. Bu sahnalarning hammasi Chayon bilan jangdan keyin bo'lib o'tadi. Ammo Dr. Bender bilan uchrashuv bundan ancha avval bo'lib o'tishi aniq. Peter o'zidagi mutatsiyani payqashi bilanoq Benderning yoniga borgan. Chunki Peterda hozir paydo bo'lgan muammo Benderda 20 yildan beri bor. Agar meni bu siz ko'rsangiz, qoching. Aftidan Hulk bu filmda Ultron davri filmidagiga o'xshash rol o'ynaydi. Avvaliga u olim sifatida yaxshigina foyda keltiradi. Keyin esa bitta yosh jodugar uning ongini boshqarib, dahshatli maxluqni ozodlikka chiqaradi. Ultron davrida Wanda uni boshqargandi. Bu safar esa nima deyishni ham bilmayman. Serialning ijrosidagi personaj kim ekanligini men haligacha tushuna olmayapman. Bir tomondan hamma uni Jean Grey deyapti. Blogerlar, insiderlar, muxlislar hamma uni Jean Grey ekanligini aytishyapti. Lekin men bu filmda Jean Greyni hech ham tasavvur qila olmayapman. U odamlarning ongini boshqara olishini bildik. Hattoki odamlarni qotirib qo'ygan sahnasini ham treylerda sezish mumkin. X odamlar 2 filmida Charles Xavier ham shunaqa qilgandi. Bu sahnada biz qotib qolgan odamlar ichida jazolovchini ko'rishimiz mumkin. Nega u qotib qolmagan? Bu masalada hammaning fikri har xil. Kimdir Jean Grey ataylab unga tegmagan desa, kimdir jazolovchini mutant deb taxmin qilyapti. Mening fikrim esa oddiygina. Jazolovchi shunchaki qotirib qo'yilgan maydondan tashqarida bo'lgan. Transformerlardagi sahna esingizdami? Quick, this way, hurry! Oh, Einstein would have been tickled pink. Sedezing katta hududni qotirib qo'ygan, jazolovchi esa shu hududdan tashqarida bo'lgan. Buni o'ylaydigan joyi yo'q. O'ylaydigan narsa shuki, Sedezing kimning rolini o'ynayapti. Hozircha u faqat ongni boshqarish qobiliyatini ko'rsatdi. Jean Grey asosan telekinez bilan mashhur. Ongni boshqarganda ham Jean hech qachon tanadan tanaga sakrab yurmasdi. U shunchaki istalgan nuqtadagi odamni boshqara olishi kerak. Agar u chindan ham Jean Grey bo'lsa, aytgandek, treylerda Tom Hollandning yoshi o'tib borayotgani eslatilgan. Aktyor hozir 30 yoshda. Endi u yosh bola emas. Endi u oilali erkak. O'zining to'yini o'tkazib olganidan keyin filmda u boshqalarning to'yini buzishni boshladi. Men bor o'zi. Bu paytda u qo'shtirnoq ichidagi Jean Greyni qo'llayapti. Shu paytda bizga Peterning yangi kostyumi ham oddiy emasligi ma'lum bo'ldi. Peter bu kostyumga ham sun'iy ong va yana boshqa balobatlarni o'rnatib tashlabdi. Burchakda Wi-Fi belgisi ham bor, bilmadim. Negadir bu menga uncha yoqmadi. Men hech bo'lmasa shu filmda Peterda oddiy kostyum bo'ladi deb o'ylagandim. Albatta yangi kostyum Stark tayyorlagan kostyumlarga yaqin ham emas, ammo baribir oddiy kostyum ham emas. To'y tugagach Jean Grey vertolyotga minib qochishga urinadi va Peter mana shu vertolyotni ham ta'qib qiladi. Ammo o'z kuchiga moslasha olmayotgani sababli uni tuta olmaydi.
Yana o'sha gap. Agar bu chindan ham Jean Grey bo'lsa, u o'rgimchak odamdan bunaqa qochib yurmasdi. Buning ustiga Damage Control tashkiloti rahbari Sidiezing ijrosidagi personajni ko'zga ko'rinmas deb aytdi. Xullas, men Sidiezing aslida kimligini bila olmayapman. Ned va MJ esa o'rgimchak odam kimligini bila olishmayapti. Nedning xonasida gumondorlarning suratlari ham bor. Masalan, ular Carlos Rodriguez ismli gimnastikachini o'rgimchak odam deb o'ylashgan. Komikslarda esa xuddi shunaqa ismli super yovuz bor. Lekin bu muhim emas. Muhimi shuki, suratlar ichida Miles Moralesni eslatib yuboradigan bitta bola mavjud. Birinchi qismdan bilamizki, Miles kino olamida mavjud. Lekin mana 4-qism chiqyapti hamki, biz Milesning yuzini ko'rganimiz yo'q. Hoynahoy Milesda hali super qobiliyat yo'q. Aks holda Damage Control uni topgan bo'lardi. Bu tashkilotning qo'li uzun, pullari esa ko'p. Ammo tez orada tashkilotning uyi kuyishi aniq. Chunki Hulk va o'rgimchak odamning jangi aynan Damage Control binosida boshlanadi. Nihoyat Hulk qaytdi. Ko'p gapirib kam urishadigan professor Hulk emas, aynan biz kutgan jahldor va dahshatli yashil maxluq qaytdi. Ha, men aynan yashil dedim. Ko'pchilik insiderlar Hulk bu filmda kulrang bo'ladi deyishganda, yashirib nima qilaman? Men o'zim ham shu gapni aytgandim. Lekin men kulrang deganda to'liq rangsiz demoqchi emasdim. Shunchaki nisbatan kulrang bo'ladi degandim. Baribir yashil rang oz bo'lsa-da sezilib turadi. Shunchaki doimgidan ozgina rangsiz bo'ladi xolos. Ba'zi fikrlarga ko'ra bu filmda Hulk eng kuchli holatida bo'ladi. Bu yog'ini endi filmning o'zida bilib olamiz. Eslatib o'taman, film 31-iyul kuni chiqadi. Bir oydan sal ko'p vaqt qoldi. Shundan keyin o'rgimchak odamni birdaniga dekabrda Qasoskorlar 5 filmida ko'rishimiz mumkin. Asosiy aktyorlar qatorida Tom Holland yo'q, ammo uning dublyori Qasoskorlar 5 filmining suratga olish maydonchasida ko'rishgan. Katta ehtimol bilan Tom Hollandning o'rgimchak odami Qasoskorlar 5 filmida qatnashadi, ammo uning roli juda kichik bo'ladi. Qasoskorlar 6 filmida esa o'rgimchak odam asosiy personajlar qatorida bo'ladi, chunki komiksda aynan o'rgimchak odam Imperator Domning kuch manbaini topa olgan va umuman muhim rol o'ynagan. Hattoki bitta emas, uchala o'rgimchak odamni ham bu filmga tiqish mumkin. Marvel va Sony esa bundan yaxshigina foyda ko'rishadi. Ularga ham pul kerak. Shunday ekan ular aniq 3 ta o'rgimchak odamni yana bitta filmga tiqishadi. Ehtimol aynan o'sha paytda Andrew Garfieldning o'rgimchak odami o'zga sayyoraliklar bilan jang qilishi mumkin. O'zga sayyoralik bilan kurashgandim. Qora saqqishga o'xshab ketadi. O'zga sayyoralikman. Men ham kurashganman. Fazoda ham, yerda ham. Ha, rostdan. Menga o'zga sayyoraliklar duch kelishmagan. Shaxsan men buni juda xohlayman. Sizcha, o'rgimchak odamlar yana birlashishini istaysizmi? O'rgimchak odam 4 filmidan nimani kutyapsiz? Va eng asosiysi, sizningcha Sidiezing chindan ham Jean Greymi? Fikringizni kommentariyada kutaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.